Salom Ommayo'zgim kanali obunachilari, bugun men sizlarga qanday qilib istalgan savollaringga javob topishni o'rgataman do'stlar. Buning uchun bizga Play Market ilovasidan mana bu ilova kerak bo'ladi do'stlar. Mana bunday deb yozamiz. Mana chiqadi o'zi. Mana shuni ustiga bosamiz. Mana bu yerda chiqqan ustiga bosamiz. Mana shu ustiga bosamiz. Ochish. Ko'rib turganlaringizdek do'stlar. Bu chiqib keladi. Bundan foydalanish uchun savol yozamiz. Masalan, Wi-Fi deb yozamiz. Ko'rib turganlaringizdek do'stlar, savolga javobni mana bu yerda chiqarib beradi. Buni agar o'zbek tiliga tarjima qila olsanglar qilinglar. Masalan, bizga Amir Temur deb yozadigan bo'lsak, Amir Temur deb yozadigan bo'lsak do'stlar, hozir chiqib keladi. Menimcha Amir Temur haqida savolga javob topa olmayapti. Izlanmoqda savolimizga javob. Menimcha topa olmadi. Chingizxon deb yozamiz. Chingizxon. Chingizxon. Mana chiqdi do'stlar. Savolga javob topildi. Mana Chingizxon asl ismi Temujin. 13-asrda yashagan buyuk Mo'g'ul sarkardasi va imperatordir. U taxminan 1155 yoki 1162-yilda tug'ilgan. Onon daryosi yaqinidagi Dilpun Buldon mavzeusida tug'ilgan deb hisoblanadi. Mo'g'ul qabilalari ittifoqi mo'g'ullarning qiyotlari sardori Yasugay Bahodirning Ulun xotundan tug'ilgan to'ng'ich farzandi. Chingizxon Mo'g'ul va turkiy qabilalarini birlashtirib jahon. Xullas do'stlar, shuni o'qib chiqasizlar. Mana shuni o'qib chiqasizlar. Mana bu yerda suratlari ham bor do'stlar. Agar sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpisatsiya bosib qo'yinglar do'stlar. Like va podpisatsiya bosib qo'yinglar. Bu safargi videomizda nimani chiqarishni so'rasanglar biz chiqaramiz. Hali do'stlar.